Söyümlük dostlar, naq maydanda muştabda Paridiyo Studiya Kim Keldi programmasını naiti ciddi suratga ilvatımız. Muşa jarayanda özümün his qilganlarimni naq maydandalla sizlarga bir yetkizay degan umidda bo'ldim. Paridiyo Studiya Kim Keldi programmasını suratga ilish jarayonida his qilganlarim bak ko'p. Birinci qararda 26 sonini ishlabdik, ikkinchi qararda 12 sonini ishlabdik. Mana uchinchi qararda men 14 sonini ishlash uchun naiti ko'p ajr qilyapmiz. Eng oldi bilan albatta har bir ishni qilgan vaqtida odam shu ishni vujudga chiqarish yo'lida bizga naiti madad bergan, ilhom bergan, mush ishimizni qo'llagan, quvvatlagan kishilarimizga rahmat aytmay tura olmaydi ekanmiz. Eng oldi bilan ekran oldidagi sizlarga ko'p rahmatimni bildiraman. Yana biriga Şinjan radio televiziya stansiyasining bizga mana mushundaq naiti bir bebaho sahnani yaratib berganligiga chin qalbimda rahmat aytaman. Albatta yana Şinjan radio televiziya stansiyasi bilan Özköy madaniyat tarqatish shirkati mana shu programmani birlashib turib ishlab vujudga chiqardik. Buning uchun men ham Özköy madaniyat tarqatish shirkatiga chin qalbimda rahmat aytaman. Uningdan boshqa yana ichimda rahmat aytadigan nurg'un odamlar, nurg'un shirkatlar bor. Endi bu qitimqi mush 3-qarordagi biz bilan hamkorlashgan shirkatlarni deb o'tishni loyiq ko'rdim. Eng oldi bilan Paridiyo Studiyaga Kim Keldi programmamizning mush xos nomini olgan Şinjan Paridiyo Studiya shirkatiga cheksiz rahmatim bor. Chunki birinchi qaror, ikkinchi qaror, uchinchi qarorning hammani Paridiyo Studiya shirkati xos nomini og'achqa mana bu programmamiz har tarafdan qo'llashga erishib, shunday yaxshi davomlashyapti. Biz nihoyat rahat ishlaymiz. Uningdan boshqa bu qitim bo'lsa, Ayrimbog' markazali hamkorlashdi. Ayrimbog' markazali ikkinchi qarordimi biz bilan strategik hamkorlashgan. Demak, programmamizni ularni yaxshi ko'rdi. Biz ham ular bilan hamkorlashib xo'sh bo'ldik. Shuning uchun bizning hamkorligimiz yana qaytalandi. Bu qitim 3-qitimda yana hozir qo'yilayotgan misollarda bo'lsa, Fiona Lidanna kiyim-kechaklari strategik hamkorlashdi. Mana har sonliq kiyim-kechaklarini kiyiyotaman, nayti yarishimliq ekan. Anondekin o'zimmi shu rahlarni, materiallarini nayti yaxshi ko'rdim. Bularga cho'nqur rahmatimni aytaman. Yana biriga doim mana shundaq aldımızga tizib qo'yimiz ham ancha-muncha yeymiz. Mushu Farg'ona tatliq turumlari bo'lsin, anonkin ichib turayotgan foiza gazliq anar suyi bo'lsin. Mana mushu shirkatlarni bizni qo'lladi. Buning uchun ularga alayda rahmatimizni bildiramiz. Xaridoring bo'lmasa, balig'ing na kerak degan gap keladi bu yerga. Mana mushundaq sizlarda xaridorlarimiz bo'lmasa, albatta biz programmani ajoyib nochi ishlab etamiz, nayti esil qilib etamiz degan bilanmi, ya'ni iqtisodiy jihatdan qo'llashga erishmasak, yana azroq uyabiyalar kamchil bo'lib qoladi ishlarning. Shuning uchun sizlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Biz bu programmani ishlash jarayonida har xil masalalarga duch kelamiz. Ba'zi san'atkorlarimizning vaqtini to'g'rilab qo'yimiz, deyishib qo'yimiz. O'ylamagan masalalar yuz berib qoladi. Naq oladigan vaqtda shu san'atkorlar almishib bo'lib qoladi va yoki ba'zi sonlar amaldan qolib qoladi. Vaqtimizning bir yerga kelmasligi va yoki ulardagi tuyuqsiz yuz bergan ba'zi bir ishlar tufayli. Anondagi mush ishlayotgan odamlarimiz to'pidimi, mush ishladimi, shu ishlayotgan guruhdagi a'zolardimi har xil ishlar bo'ladi. Ba'zilarimiz qo'limizni sundirib olib qolamiz, putimizni sundirib olib qolamiz va yoki ketib yiqilib qolamiz va yoki tuyuqsiz aylanib yiqilib qolamiz. Har xil ishlar bo'ladi hamdi. Demak, mushunda har xil kelishmasliklardan saqlanib turib, hamma ishlarga A plan, B plan bo'yicha, hatto A, B plan bo'lmay, C plan bo'yicha mushundaq bir yurish qilib turibmish ishni, shu davomliq alg'a menish meningcha bek oson emas. Qanday bo'lmasin ushaq-tushak ishlar bo'lib turdi ekan, ushaq-tushak kelishmasliklar bo'lib turdi ekan va yoki avorchiliklar bo'lib turdi ekan, qiyinchiliklar bo'lib turdi ekan. Meningcha bir programmani vujudga chiqarib sizlar bilan yuz ko'rishtirish uchun bunchalik ishlar biz hech qanchalik qiyinchilik emas. Chunki mush qiyinchiliklarni hal qila olamiz deydi ekanmiz. Mush ishlardan g'olib kelamiz deydi ekanmiz. Belimizni ching bog'lagan ekanmiz. Cho'qinmish programmani yaxshi ishlab huzuringlarga sunamiz. Shuning davomli bizni yaxshi ishlash uchun, mush programmani sizlarga ajoyib bir yoritish uchun bek kuchayapmiz. Sizlarning bizni davomli qo'llab-quvvatlashinglarga tilakdoshmiz. Rahmat sizlarga. Biz sizlarni sevamiz.